Bugün biz burada son derece anlamlı ve tarihi bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu akşamki resepsiyonumuz ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantımız Doğu Türkistan Milli Mücadelesi'nin öncü şahsiyetlerini anmak, onların bıraktığı mirasını yeniden idrak etmek ve bu mirası gelecekteki taşımak amacıyla düzenlenmiştir. Bugün Doğu Türkistan'ın kadrini yön vermiş, ömrünü hürriyet davasına adamış büyüklerimizi anıyoruz. İsa Altekin vefatının 30. yılında Mesut Sabri Baykuzu, evet, Muhammed Emin Buğra ve 1933-44 Cumhuriyetimizin kurucu liderlerinden Sabit Damollam, Hoca Niyaz Hacı, İlhan Töre, Ahmetcan Kasım başta olmak üzere Doğu Türkistan'da devlet kurma cesaretini göstermiş tüm liderlerimizi rahmet, saygı ve minnetle yad ediyoruz. İşte buradaki sergilerde gördüğünüz birazını da görebilirsiniz. Bizden 33 ve 44 cumhuriyetlerimizden liderlerimiz, önderlerimizden sergilerden çok ufak bir görüntülerdir. Değerli dostlar, bugün yaşadığımız dünyada demokrasi, İnsan hakları, adalet gibi kavramlar ne kadar kolay rafta kaldırıldığını hep birlikte görmekteyiz maalesef. Artık haklının değil, güçlünün sözünün geçtiği, hukukun değil, çıkarlarının belirleyici olduğu bir dünyayla karşı karşıyayız. İşte tam böyle bir dönemde bir milletin devletsiz kalmasının ne anlamı geldiğini daha derinden hissetmekteyiz. Bir devletin sadece bir toprak parçası ya da bir bayrak olmadığını, bir halkın onuru, güvencesi, yarına tutuşunu olduğunu bugün çok daha iyi hissediyoruz. Biz bugün andığımız büyüklerimiz bundan 70-80 yıl önce bu gerçeklerini görmüşlerdi. Onlar bir millet ya hür yaşar ya da tarihten silinir diyerek yola çıktılar. Zor şartlar altında devlet kurdular, kurumlar inşa ettiler ve Doğu Türkistan halkına ümit oldular. Ama ne yazık ki bu devletler halkımızın iradesinden değil, emperyalist güçlerin, milli pazarlıklarının, büyük devletlerinin çıkarları, hesaplarının kurbanı olarak elimizden alındı. O gün kaybettiğimiz sadece bir devlet değildi. Milyonlarca insanın geleceğiydi. Bugün milyonlarca insanımız Çin'in toplama kamplarında acı çekiyorlar. Doğu Türkistan halkı soykırımına maruz kalıyorlar. Geçtiğimiz hafta Washington'da Uygur soykırımını tanıma günü münasebetiyle 9 Aralık biliyorsunuz 2021 9 Aralık Londra'da kurulan Uygur Mahkemesi Çin'in Doğu Türkistan'da cereyan ettiği zulümlerini soykırım ve insanlıklar suç olarak açıklamışlardı. Bu vesileyle geçen hafta Uygur Akademisi Uygur Hareketi'nin ev sahipliğinde Dünya Uygur Kongresi ve onlarca teşkilat birlikte Amerikan Kongresi'nde bir hafta boyunca Doğu Türkistan'ı konuştuk. Orada bir kez daha şunu söyledik. Özgürlük ancak devletlerle korulur. Bir milletin sesi ancak kurumsal bir güçle duyurulur. Bu akşamki ve yarınki toplantımızın asas amacı da budur. Biz burada sadece geçmişini anmıyoruz. Büyüklerimizin devlet kurma tecrübesini ders alarak bağımsız bir Doğu Türkistan idealine olan inancımızı yeniden ilan ediyoruz. Onlar bize bir dava bıraktı. Bu dava korkmadan yürümeyi, bedel ödemeyi ve asla vazgeçmemeyi öğretken kutsal bir emanettir. Bizlere düşen göre bu emanetini yaşatmak ve bu ruhu gençlerimizin yüreğine nakşetmektir. Çünkü bir millet ancak hatırlandığı sürece ayakta kalır. Unutulurlar, kaybederler, hatırlayanlar ise mutlaka bir gün kazanırlar. Sonunda Doğu Türkistan'ın özgürlük için mücadele etmiş tüm liderlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu anlamlı buluşmaya katılarak
hafızamız güç veren değerli misafirlerimize sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu toplantımızdan faaliyetlerimizden halkımızın özgür geleceğine bir adım daha yaklaşmamıza sebep olmasını diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim hepinize. Şimdi dediğimiz gibi bu etkinlik merhum liderimiz İsa Yusuf Alıktekin vefatının 30. yıl münasebetiyle tüm Doğu Türkistan liderlerimizin 3 efendiler başta olmak üzere onlarını hatırlamak münasebetiyle düzenlenmiştir. Şimdi 3 efendiye ait bir video filmimiz var. Hep beraber izleyelim. Şükümün 25-yili 12 ayının 19 ve 20 günleri Germaniyanın München şehriga joylashgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasida Sharqiy Turkiston milliy kurishining rahbarlaridan biri bo'lgan İsa Yusuf Alptekinning vafotining 30 yilligini xotirlash munosabati bilan 20 asrning dastlabki yarmida ikki qatim Sharq Turkiston xalqiga mustaqillikning g'ururini elib kelgan Uyg'ur mustaqillik kurashlariga rahbarlik qilgan ikki jumhuriyatimizning rahbarlarini xotirlash uchun maxsus yig'in o'tkaziladi. Bu yig'inda Sharq Turkiston jumhuriyatlarining o'tmishdan bugungacha bo'lgan qurg'uchi rahbarlari va Sharq Turkiston davosining boshlamchi shaxslarini xotirlab, muhokama yig'inlari o'rinlashtirildi. Shundaqla Turk dunyosi va xalqarodagi Sharq Turkiston masalasining hozirgi ahvoli to'g'risida muzokaralar o'tkazilib, Sharq Turkiston tarixini yo'ritib beradigan sinlar ko'rsatiladi va ko'rgazmalar uyushtirildi. Bugungi xabarimiz bu faoliyatimizning asosli temasi bo'lgan 3 apandi bo'lib, bu 3 apandilar zodi kimlar? Tariximizdagi bu 3 apandi Sharq Turkistonning mustaqillik uchun Gayi Gomindangning qalbida, Gayida qoral tutib janggohda kurash qilgan, Gayida Xitoyning siyosiy sahnasida faoliyat olib berib, Xitoy xalqi va hukumatini Uyg'urlarning haq-huquqi va kimligini e'tirof qilishga chaqiriq qilgan, vatan uchun vatandan ayrilgan va Turk dunyosida simvolga aylangan, hayotini millati va xalq uchun beg'ishlagan kishilar bo'lib, bugun biz bular bilan tanishib chiqaylik. Mesut Sabiri Bayqo'zi Uyg'urlar ichidan chiqqan alayda ko'zga ko'ringan siyosiy va davlat arbobi darajasiga ko'tarilgan mashhur shaxslardan biri Mesut Sabiri Bayqo'zi Sharq Turkiston yaqinqi zamon tarixida 3 apandi deb nom olgan apandilarning birinchisi bo'lib, 1887-yili Ili viloyatining G'ulji noyisiga qarashliq Araboz yezisida dunyoga kelgan. Mesut apandi 5 o'g'il, 2 qiz bo'lib, 7 bolaning eng kichigi. Dadasining ismi Sabir Hoji, opasining ismi Aysixon, uning cho'ng dadalarining ismi Polat Qo'zi, Tömer Qo'zi va Bayqo'zi bo'lib, Mesut apandi keyingi vaqtlarda Bayqo'zi ismini o'ziga taxallus qilib qo'llangandan keyin Mesut Sabiri Bayqo'zi deb atalgan. 1859-yili Xitoy Manju ishg'olchilari o'zlariga qarshi chiqqan Uyg'ur xalqini Sharq Turkistonning janubidan shimolga ko'chishga majburlagan bo'lib, Bayqo'zi oilasi otishdan ko'chmanlar bilan birlikda Ili viloyatining G'ulji noyisi Araboz yezisiga berib yerlashdi. Ayni vaqtda Manchang tajovuzchilari xalqqa hassilab bojsilik qo'yib, xalqni yashash imkonidan mahrum qiladi. Ilojisiz qolgan Bayqo'zi oilasi G'ulji shahriga ko'chib kirishga majbur bo'ladi. Uning oilasi baxmichilik va tijorat bilan shug'ullanadi. Vaqtning o'tishi bilan tijorat taraqqiy qilib, tijarati Sharq Turkistondan halqib, Moskva va O'zbekiston, keyincha Xitoy, Turkiya va Germaniyalargacha kengayib, Ili viloyati tabasidagi sanoqli oilalardan birisi bo'lib qoladi va jamiyatdagilarning ko'pinchisi chet elda o'qiydi va chet el bilan tijorat qiladi. Mesut apandi 1904-yili Sharq Turkistondagi ma'rifga ahamiyat berishdek an'ana sababidan diniy va savdo sohasidagi yuqori qatlamdagi zotlar intiladigan Osmanlı imperiyasining poytaxti Istanbulga o'qishga keladi. Mesut avval Istanbuldagi Mecidiye o'tir maktabida o'qiydi. 1 yildan keyin bir ofitserlar maktabining maxsus sinfiga o'qishga kirdi. 3 yildan keyin oliy darajalik o'tir maktab diplomi bilan imtihon orqali İstanbul Universitetining tabiiy fanlar fakultetiga o'qishga kirdi.
u yana Haydar Pasha Universiteti tibbiy institutining imtihoniga tizimlab, bir vaqtda ikki universitetda ikki xil ilm bo'yicha o'qib bitirib, ikki diplom oladi. U Turkiyadagi 10 yillik o'qish jarayonida har xil iqlimdagi kishilar bilan uchrashib, vataniga bo'lgan sevgisi hassilab kuchaydi. Masud Efendi 1915-yili vataniga qaytgandan keyin G'uljida Altay doktorxonasini ochdi va bir turkum bilimlik vatanparvar yoshlarni tarbiyalaydi. Uning ba'zi shogirdlari xilali dongliq doktorlardan bo'lib yetishib chiqdi. G'aribcha davolaydigan bu doktorxona u vaqtlarda xalq uchun bir mo'jiza edi. Masud Efendi Turkiyadan vatanga qaytib kelgandan keyin xalqining intayin nadon, ma'rifdan uzoq qolganligini tig'imi cho'nqur his qilib, qattiq azoblanadi va xalqini uyg'otish, jaholatdan qutqizish uchun bosh qotirdi. Uning ma'rif taraqqiyot uchun qilgan xizmatlari Uyg'ur xalqida nadonlik va jaholatning bek ig'irlashib ketganligini his qilgan Masud Efendi oldi bilan o'ziga o'xshash fikrdagilar bilan birlashib, ishni maktab ochishdan boshlaydi. Shunda qilib, G'uljidagi Uyg'ur ma'rifi taraqqiy qilishga boshlaydi va bir qatimdala 5 maktab ochiladi. Masud Efendi milliy ma'rifning taraqqiyoti va o'quvchilarning ahvolidan ota-onalarini xotirjam qilish va yangi yilni kutib olish yig'ilishi o'tkazishni planlab, o'zining beg'ida 2000 kishilik bir maydon va biror 100 o'quvchi mahorat ko'rsatilgidek bir sahna tayyorlab, G'uljida tunji qatim eng cho'ng Uyg'urlarning madaniy yig'ilishini o'tkazadi. Ayni vaqtda Manchun xonligi tajovuz qilib Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Uyg'ur xalqini bilimsiz nodon xalqni oson boshqarg'ili bo'ladi degan siyosatni ishlatib bostirib kelgan edi. Bu sababdan Masud Efendining bu harakatidan cho'chigan Xitoy hukumatı 2,5 yildan keyin bu maktablarni majburiy taqatqizib yutdi. 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda Sobit Domillam rahbarligida mustaqil Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgandan keyin Masud Efendi vatanning mustaqilligi va millatning hurligi uchun yangi qurilgan hukumatga kuch chiqarish maqsadida do'stlari bilan Qashqarga keladi. Afsuski, Sovet va Xitoy tajovuzchilari birlashib, bu yosh jumhuriyatni qaytadan Xitoyning ishg'oliga aylantirgandan keyin Masud Efendi 1934-yili Himalaya tog'laridan o'tib Hindistonga keladi. U Hindistonda 3 oy turgandan keyin eng yaxshi chora Sharq Turkiston masalasini Xitoyning markazida turib Xitoy hukumati orqali hal qilish kerak degan tushuncha bilan chora izlab Xitoyga qarab yo'lga chiqdi. Ve İsa Yusuf Alptekin, Muhammed Emin Bug'ra qatorliq bu 3 apandilar birlikda Sharq Turkiston uchun xizmat qilishga tirishdi. Masud Efendi 1935-yili 12-oyning 12-kuni Milliyatchi Xitoyning 5-qatimli qurultayida Markaziy komitet a'zosi, keyin Davlat konseyi a'zosi bo'lib saylanadi. Masud Efendi saylangan Davlat konseyi a'zosining soni 40 kishidan tarkib topgan bo'lib, bu konseyda bir Mo'ng'ul, bir Tibetlik bor edi. Masud Efendi Uyg'urlardan saylangan tunji konsey a'zosi bo'lib, bu 3 kishining bosh bo'lib birlikda elib borgan xizmatlari natijasida Xitoyning 8-qurultayida Masud Efendi Xitoydagi Sharq Turkistonliklarning bir fikrga kelishi bilan tayyorlangan Sharq Turkistonliklarning talab va fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Ayni vaqtda Masud Efendilar Xitoy hukumatiga Sharq Turkiston xalqini turk deb atash, Xinjiang ismini Turkistonga o'zgartish qatorliq moddalarni o'z ichiga olgan 28 moddalik bir talab sunadi. Ammo Xitoy bu talablarning hech birisini qabul qilmaydi. Masud Sabri Bayqo'zi 1947-yilining may oyida Urumchidagi Birlashma hukumat raisi bo'lib bekitilgan bo'lib, 1949-yili Masud Sabri Bayqo'zi Xitoy kommunistik armiyasi Sharq Turkistonga kirgandan keyin turmaga tashlanib, 1952-yili turmada vafot bo'lgan. Muhammed Emin Bug'ra 1901-yili Xotanda bir o'lima oilasida dunyoga kelgan. U an'anaviy madrasa ma'rifini tamomlab, yosh turibla islomiy ilmlarda nopuz egisi bo'lg'achqa Hazratim unvoni bilan mashhur bo'lgan. Muhammed Emin Bug'ra 1930-yillari Xitoy asoratidan qutulishning birdan-bir chiqish yo'li qurolliq milliy inqilob degan tonishga kelgan bo'lib, 1932-yili shu maqsadda milliy inqilob tashkilotini qurib, siyosiy sahnaga qadam qo'ygan. 1933-yili uning rahbarligida Xotanda portilgan qo'zg'alon natijasida qurilgan Xotan islom hukumatida u bosh qo'mondonlik vazifasini ustiga olgan. Muhammed Emin Bug'ra harbiy kurashning to'sqinlik uchrashi sababidan 1934-yili chet elga chiqishga majbur bo'lgan. Bu jarayonda strategiyalik o'zgartish ilib berib, diplomatiya va siyosiy kurashni asos qilish yo'lini tanlagan. Bo'libmi Afg'oniston Kabulda septishi İsa Yusuf Alptekin bilan boshlagan hamkorligi Sharq Turkiston davosini xalqaro sahnaga ilib chiqishdagi burilish nuqtasi bo'lib qolgan.
Muhammed Emin Buğra 2. Dünya urushi mezgilida Gomindangning vaqtliq poytaxti Chongqingda qurgan yurtdoshlar jamiyati orqali Xinjiang atalg'usining Sharq Turkiston deb o'zgartilishi va turk kimligining rasmiy e'tirof qilinishi uchun asos qonun saviyasida tashviqot va suhbat faoliyatlarini ilib borgan va Xitoy gazetlarida Xitoyning donglik tarixchisi Li Dongfang bilan yillarga so'zilgan munozara ilib berib, Sharq Turkistonning Xitoyga oid emasligi, Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarning turk irqiga tava ekanligi haqida munozara ilib borgan bo'lib, bu voqea Xitoy va Uyg'ur tarixida qalam ko'rishi deb atalgan. 1945-yili vatanga qaytib, Sharq Turkiston Birlashma O'lkalik hukumatida qurilish nazoratining noziri, keyincha hukumatning muavin raisligi qatorliq yuqori darajalik ma'muriy vazifalarni o'tagan. Biroq 1949-yili kommunist Xitoy hokimiyatining rayonni ishg'ol qilishi bilan ikkinchi qatim vatandan hijrat qilishga majbur bo'lgan Muhammed Emin Buğra Hindiston orqali ilib borgan jiddiy diplomatik tirishchiliklar natijasida 1952-yili Turkiya Ministrlar Kabinetining qarori bilan 1850 nafar Sharq Turkistonlik musofirning Turkiyaga o'rinlashishini amalga oshirgan. Muhammed Emin Buğra 1953-yili Turkiya Cumhuriyati fuqaroligiga o'tgan. Hayotining oxirigacha Anqarani markaz qilgan holda turli xalqaro yig'inlarda va diplomatik o'maklarda Sharq Turkiston davosini qat'iy iroda bilan qo'g'dagan. Mujohid, mutafakkur, shoir, tarixchi, davlat va davlat arbobi Muhammed Emin Buğra 1965-yili 6-oyning 14-kuni Anqarada olamdan o'tgan. Muhammed Emin Buğra 20-asr Sharq Turkiston siyosiy tarixida mayli harbiy rahbarlik qobiliyati bilan bo'lsin, mayli ilmining cho'nqurligi bilan bo'lsin, o'chmas iz qoldirgan. Shundaqla Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishining simovliga aylangan muhim shaxslarning biri bo'lib, uning muhim asarlari tovandikicha. Sharq Turkiston tarixi dunyo tarixidan boshlab 1930-yillargacha bo'lgan voqealar sistemlik bayon qilingan. Kabulda Chag'atay Uyg'ur tilida yozilgan bo'lib, bu Sharq Turkistonning mufassal tarixidir. Milliy inqilob tarixi Sharq Turkiston tarixining oxirgi bo'limlari bilan Buğraning bevosita kurash yillari birlashtirilgan. Muhammad Qosim Domollam tarafidan 1976-yili nashr qilingan. Sharq Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi va hozirgi ahvoli Turkiya jamoatchiligiga Sharq Turkistonni tonishtirish maqsadida 1952-yili tayyorlangan. Sharq Turkistonning ijtimoiy qurilmasi va siyosiy kurishi bayon qilingan. Qalam ko'rishi Muhammed Emin Buğraning 1940-yillarda Xitoy tarixchisi Li Dongfang bilan ilib borgan munoziralari xotirlangan maqolalar to'plami. Vatan qayg'usi 1934-yildan 1965-yilgacha bo'lgan oraliqda yozilgan Vatan hasrati va milliy orzu-armonlar tema qilingan she'rlar to'plami. Qutlug' Turkon operasi 1948-yili Urumchida sahnalashtirilgan va keyincha kitob qilib besilgan milliy uyg'onish temasidagi sahna asari. Sharq Turkistonning hurriyat da'vosi va Xitoy siyosati. Millatchi Xitoy siyosiyoni Zhu Jiaxu bilan bo'lgan xat aloqalarni o'z ichiga olgan shu davrdagi mustaqillik suhbatlarini aks ettiradigan diplomatik hujjat. Turk yurtlaridagi arab islom fatihlari 1958-yili Anqarada yozilgan islom fatihlarining turk yurtlaridagi jarayonni tadqiq qilgan ilmiy maqola. Sharq Turkiston qizil muxtoriyatni rad qiladi. Mao hokimiyatining saxtipaz avtonomiya siyosatini rad qiladigan Muhammed Emin Buğra va Aysa Yusuf Altekin imzo qo'ygan siyosiy xitobnoma. Sharq Turkistondagi kommunist jahongirligining jinoyatlari, Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiliklarini xalqaro jamoatchilik anglitishni maqsad qilgan inglizcha kitob. Tibet va Sharq Turkiston haqida bilinmagan siyosiy masalalar. Xitoy ishg'oliyati ostidagi Tibet bilan Sharq Turkiston o'rtasidagi tarixiy va siyosiy o'xshashliklarni selishtirib tadqiq qilgan asar. Toshkent yig'inining ishki yuzi va kommunist davlatlardagi yozuvchilarning ahvoli. 1960-yildagi Toshkent yig'iniga kommunist davlatlardagi ziyolilarning ahvoli nuqtasidan baho berilgan siyosiy analiz. Dehli yig'ini va Tibet. Xitoy zulmi ostidagi Tibet xalqining ko'rishini va avtorning Dehli yig'indagi ta'sirotlarini bayon qilgan baholash asari. Aysa Yusuf Altekin 1901-yili
Sharqi Turkistonning Qashqar viloyatiga qarashliq Yangisar noyasida dunyoga kelgan. Yosh vaqtidan boshlabla turli ma'muriy vazifalarda bo'lgan. 1926-yili shu vaqtdagi atalmish Şinjan hukumatining Sovet ittifoqi Andijon konsulxonasiga xodim qilib avatilgan. 1931-yili Qumulda Xo'ja Niyoz hoji boshchiligida inqilob partilab, gul Sharq Turkistonga kengayib, Sharq Turkistondagi zolim Xitoy hukmron Jinshurin taxtdan tushirildi. 1933-yili Qashqarda Sobit Domullam Muhammad Emin Bug'ra boshchiligida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi va uzunga barmayla 2-yili fevral oyida ishki va tashqi besimlar sababidan munqariz bo'ldi. Aysa Yusuf Alptekin Nanjingda Tangirtog' qatorli Xitoy yezqidagi jurnallarni nashr qildirib, Sharqiy Turkistonning ahvolini tonishtirdi va Uyg'ur xalqining haq-huquqini tashabbus qildi. 1936-yili Xitoy Jumhuriyatining parlament a'zosi bo'lib saylanadi. 1944-yili Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin Gomindang bilan tuzgan 11 bitimdan keyin Urumchida birlashma hukumat qurildi. Aysa Yusuf Alptekin Gomindang tarafning vakili bo'ldi va 1947-yili bu hukumatning kotibligiga tayinlanadi. 1949-yili Burhan Shahidi kommunist hokimiyatga qo'shilish yo'lga mongandan keyin buningga qarshi chiqqan Aysa Yusuf Alptekin Hindistonning Kashmir rayoniga hijrat qilib chiqdi. U 1954-yili Turkiyaga keladi. Uzoq o'tmayla Istanbulda Sharq Turkiston ko'chmanlar jamiyatini qurib, Sharq Turkiston ovozi jurnalini nashr qildirib, Turkiya va dunyo jamoatchiligining Sharq Turkiston davosiga bo'lgan ko'ngil bo'lishini qo'lga keltirish uchun kurash qiladi. Aysa Yusuf Alptekin Sharq Turkiston davosini xalqaralashtirishning muhimligini tonib yetib, 1958-yili 2-sentabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida xizmat qilayotgan Gulnar Yaringa xat yozib, Sharq Turkistonning mustaqillik uchun izlanib, Gulnar Yaringa Sharq Turkiston masalasining Afrika masalasiga o'xshash Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kun tartibiga kelishiga tegishli masala ekanligini yozgan. Aysa Yusuf Alptekin apandi yana 1970-yili 1-fevral Amerika prezidenti Nixonga xat yozib, Sharq Turkistonning mustaqilligini tonishini va mustaqillik jakarlashni talab qilib xat yozgan bo'lib, xatida munolarni o'ttirib qo'ygan. Mening vatanim va mening xalqim tig'i oshkorlanmagan jinoyatlarga uchrayotganlik uchun men o'zimizning haqiqiy da'voyimizni aniq yoritishning ta'xirsizligini his qilmoqdaman. Yer sharida taqobil turish mumkin bo'lmagan bir xiris bo'lish sifati bilan butun dunyoning Qizil Xitoyni tizginlash majburiyati bor. Lekin insoniyatning ko'p qismi taxi Qizil Xitoyning kengaymichilik planini ijro qilishda asos jihatdan faqatla o'zining yangi chegarasi atalmish Şinjanga tayinlanganligini bilib yetgudek bo'lmadi. Agar to'g'ri baho berilsa, asli Xitoy chet ellarga mustamlikchi atoq bo'lgan Şinjan nom bilan tonishtirayotgan Sharq Turkiston zaminini Xitoyning dunyo kengaymichiligiga kelgusi bazi bo'la oladigan mineral modda boyligi va o'zgacha strategik o'ringa ega. U xitida yana Qizil Xitoy tarafidan besvilingan millatlarning bo'libmi Sharq Turkistonning mustaqillik talablarini qo'llash erkin dunyoning insoniy majburiyati. Chunki ularning erkinligi va mustaqilligi yer sharida abadiy tinchlik va adolatning mustahkam kafolati bo'la oladi. Xitoyning zulmlarini ayiblash va Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'iniga sunish Qizil Xitoyning talviligi va imperialist niyatining butun dunyoni vahimaga silishiga qarshi majburlash va jazolash tadbiri bo'lib hisoblanadi. Millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning birdan-bir vakili bo'lib o'ltirishdan boshqa Xitoy cho'ng quruqligida hech qanday amaliy kontrolligi yo'q. Ajablanarli yeri shuki, garchi Sharq Turkiston hozir millatchi Xitoy hukumatining boshqarishi ostida emas, balki uning ashaddiy dushmani bo'lgan Beijing hukumatining bevosita qo'l ostida tursimi, millatchi Xitoy hukumati Sharq Turkistonning mustaqilligini jakarlashdan chekinmoqda. Millatchi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning mustaqilligini rad qilishi, uning Qizil Xitoyning cho'ng quruqlikdagi Xitoy bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilish va yo'qotish siyosatini qo'llaganlik deb tushunishga bo'ladi. Shuning uchun biz Amerika Qo'shma Shtatlarining millatchi Xitoy hukumati oldidagi ijobiy o'rnidan foydalanib, ularning Sharq Turkistonni mustaqil deb jakarlashni qo'lga keltirishni talab qilamiz deganlarni o'ttirib qo'yib, hozir Sharq Turkistonga qarta keng ko'lamda ishlatilib kelinayotgan atalmish Şinjan bo'lsa, yangi zaman ma'nosidagi bir asrga yaqin tarixga ega Xitoycha mustamlika atalg'isi ekanligini, bundaq mustamlikachi atalg'ining erkin dunyoda ishlatilishi kechirgisiz bir xatolik ekanligini ta'kidlab,
bularning mustaqillikdan iborat birdan-bir g'oyasi uchun kurash qilgan va qilayotgan vatan ichi va sirtidagi xalqimizning istaklari ekanligini bildirib, Amerika yetakchiligidagi erkin dunyoni xalqimizning o'tinishlariga diqqat qilishga va jiddiy e'tiborga ilishga da'vat qilib, Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishga to'liq sababi va haqqi bor deganlarni yozgan. Aysa Yusuf Altekin apandi xalqaro diplomatiya aloqasi orqali Uyg'urlarning mustaqillik orzusini jakarlab qolmay, yana Turkiyaning har qaysi siyosiy partiya rahbarlari, ministrlar va davlat raislariga qadar uchirish ilib berib, Sharq Turkiston davosining Turkiya kun tartibida o'rin olishiga turtki bo'lgan. Uning sobiq Turkiya Cumhur raisi Turg'ut Özal bilan ilib borgan munosabatlari hali ham Turkiyadagi matbuotlar va faoliyatlarda tilga ilinib turadi. Shundaqla Türk xalqi orasida uning ismi mangulik bir obida sifatida tilga ilinib kelmoqda. Aysa Yusuf Altekin 1995-yili 17 dekabr İstanbulda bu dunyodan xo'shlashidi. Uning o'g'li Erkin Altekin kunimizdagi Sharq Turkiston mustaqillik harakatining faoliyatchilaridan biri ve Dünya Uyghur Qurultiyining tunji raisi ve qurg'uvchilaridan biridir. Aysa Yusuf Altekinning Unutilgan Vatan Sharq Turkiston nomli kitobi 1999-yili İstanbulda nashr qilingan. Bu üç büyük liderimiz hakkında yarın oturumlarımızda ilim adamlarımız, şahitler daha teferruatlı konuşacağız, fikirleşeceğiz. Şimdi bu üç efendimizi görmüş, onların önünde büyümüş, onları yakından beraber yaşamış, hatta hayatının bir bölümünü beraber geçirmiş bir büyüğümüz var. Bu da Erkin Altekin, İsa Yusuf Altekin'in oğlu, Dünya Uyghur Kongresi'nin kurucu ilk başkanı, Doğu Türkistan davasının yurt dışındaki muhaciretteki bayraktarı olan Erkin Altekin Bey'i bir kısa açılış konuşumu yapmak için kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Az olsun, saz olsun derler. Herkes gerekli sözleri söyler. Ve bizim birinci ve ikinci Cumhuriyetimizi kuran liderlerimiz hakkında da tafsilatlı bilgiler verildi. Bunu hazırlayan kardeşlerimize, emeğe geçen kardeşlerimize hepsine kalbi teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca ben küçükken 10 yaşlarımdayken bir marş öğrenmiştik okulda. Bize öğreten de Kurban Koday adlı bir kardeşimiz Türkiye'de milli eğitim yani marifçi bir abimiz öğretmen olarak Türkiye'de çalışıyor, sonra Doğu Türkistan'a dönüyor. Doğu Türkistan'a geldikten sonra Türkiye'de o devirde neşredilen marşları okullarda bize öğretiyordu. Onun bir marşta bir kıbletini okuyup ben de Türkiye'den ta buralara kadar zahmet edip gelen büyüklerime, milletvekillerime candan teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Hoş geldiniz derler. Bize Kurban Koday'ı Kurban Koday abimizin öğrettiği marşlardan biri şuydu. Azeri marşı.
sözleri unutuyor insan. İnşallah sizler benim şey sizlere çok ihtiyacımız var daha. İhtiyacımız var. Neydi şeyin maaşı? Neyse birazdan aklıma gelir. Efendim? Azeri şivesiyle okunan. He? O ayrı bir onu da öğrenmişti bize. Bize mesela İzmir Marşı. Altay tavları da çiçekler açar. Altay tavları da çiçekler açar. Altın gümüş ordu sürmeler saçar. Yaşa vatandaşlar ebedi yaşa. Onu öğrenmiştik. Hoş gelişlerullah Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Hoş geldi diyor ya Atatürk için. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum mu marşa? Şimdi ne unutturdun bana şimdi sözümü. Neyse. Efendim şu gördüğünüz resimlerde Muhammed Emin Bora Bey, Mesut Sabri Baykuzli ile biz 60 yıl bir arada olduk. Mesut Bey'e efendim dada derdik. Yani efendim baba. Hazretim dada. Hazretim dada derdik. Devamlı birbirlerine görüşürlerdi, konuşurlardı, tartışırlardı. Yani öyle bir şey ki ben şunu söylerim. Benim çok yakın arkadaşlarım vardı. Ben o arkadaşlarıma çoğu Allah ömür, sizlere ömür ettiler, vefat ettiler. Benim Türkiye'de arkadaşlar çok sırdaş kalmadı. Oturup derdini paylaşacak sırdaş arkadaşlar kalmadı. Bu beni son derece üzüyor ve bu üç liderimiz o zamanlar her Allah'ın günü bir diğerinin evinde oturup ne yapalım, ne edelim diye şey yaparlardı. Şimdi Mesut Bey tıp doktoru olmasa daha ağır. Muhammed Emin Bora Bey araştırmacı, yazar, peder koşturmacı, konuşan. Yani her yerde konuşmaları şey yapar. Şimdi bir gün bazı yurttaşlarımız Muhammed Emin Bora Bey'e gitmiş, demiş ki Hazretim siz evden çıkmadan araştırma yapacağım, yazı yazacağım, neşriyat yapacağım diye evden çıkmıyorsunuz, tanınmıyorsunuz. İsa Yusuf Alptekin koşturuyor, ediyor, her yerde tanınıyor demiş. Bu ne biçim iş deyince Muhammed Emin Bora Bey'in dediği cevap, bütün gençlerin kulaklarına küpe olsun. Adam demiş ki, Allah Teala insanları yarattığı zaman hepsine ayrı ayrı kabiliyetler vermiş. Bana araştırma, okuma, yazma kabiliyeti vermiş. İsa Bey'i de koşturma, nutuk söyleme, yani bugünkü sözle lobi yapma kabiliyeti vermiş. Ama ikimizin yaptığı iş aynı göle akar demiş. Yani birimiz ırmak, birimiz ne derler yani ırmağın küçüğü, dere, aynı göle akarız. Benim oğlum bir daha bu lafları alıp bana gelmeyin diye kalmayacak. O şikayet edip onu deyip giden adamlar bilahare eve geliyor. Babama söylüyor, Muhammed Emin Bora Bey böyle demiş de kusura bakmayın ama o bizi kovdu diye. Böyle bir şey var onların arasında. Dostluk veya arkadaşlık. Pederden de biz 12 yaşımızda çıktık. Ben iyi kötü Uygurca konuşabiliyorum, anlıyorum. Yazıyorum da biraz. Bizim edipler kadar olmasa bile.
Şimdi Uygurca, annem Uygurca başka dil öğrenemediği için bizimle evde devamlı Uygur Türkçesiyle konuşuyordu. Bizim devamlı evde o Uygurca konuşmamızın sayesinde ben Uygurca öğrendim. Benim Keşmir doğan kız kardeşim bile şeyi bilir, Uygurca bilir. Bu nedenle ben yurttaşlarımızla ve gençlerle konuştuğumuz zaman anamlarla Uygurca çocuklarınız hangi dilde ne derse desin siz devamlı olarak Uygurca cevap verin. Veya da Türkçe cevap verin. Türk dili kaybolmasın, Türkçe öğrensin ve Anadolu Türkçesiyle bizim Doğu Türkistan Türkçesini bir arada öğrensinler derim. Yani ana dil diyoruz, eğer ana dil olmazsa zaten Çin bunların hepsini yok etmeye çalışıyor şu aralar. Şimdi söylenecek pek çok söz var. Onu inşallah yine bir arada şey ederiz. Belki fark ettiniz sayın milletvekillerim, aşağıdan güzel yemek kokuları geliyor. O yemekleri hazırlayan kardeşlerimizin Ablamit gitti mi? Bizim Nüktedan kardeşimiz Ablamit Nüktedan kendisi. Müthiş, Doğu Türkistan'da tanınmış bir nükte. Onun bir nüktesini anlatayım da. Özbekistan'a gidip bir arkadaşıyla buluşuyor. O Özbek arkadaş da evine davet etmiş. Bahçede çay içip otururken, sohbet ederken Özbek kardeşimiz demiş ki ya babam şurayı kazdı demiş. Bir tel buldu demiş. Demiş Ablamit Bey, neyi anlatır bu tel demiş. 2000 yıl önce bizim Özbeklerin babalarının telli telefonla konuştuğunu anlatıyor demiş. Onda da canı sıkılmış şimdi. Ondan sonra demiş ki benim babam da kazdı bahçesinde hiçbir şey bulamadı demiş. Özbek kardeşim demiş ki bu neyi anlatır deyince bizim atalarımız 2000 yıl önce telsiz telefonla konuşmuş. Öyle bir kardeşimiz, yani buraya toplandığımız zaman bizi yerlere yatır gülmekten içimiz açılıyor. Böylece çok böylece şey yapıyor. Çok güzel aşağıda pilavlar, hordaklar, yemekler hazırlandı. Bugün için mi, yarın için mi Dolkun? Karnımız acıktı çünkü. Ondan sonra bizim Uygur hanım kızlar çok hamarat. Bakınız hepsi geldi, burayı dayadı, döşedi, etti. Efendim her şeyi hazırladı. Ablamit Bey her şeyi hazır şeye kondu. Onlara bir pişirme ana kalıyor. İnşallah iyi olmuştur Ablamit. Ben burada noktalayayım efendim. Sonra gene fırsat buldukça konuşuruz. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Niye yazdım ben bunları? Bakacak vakit olmadı. Evet Erkit abimize teşekkürler. Şimdi dediği gibi herkes açıktık. Burada güzel yemeklerimiz var. Şimdiki program Behuzur Uygur yemeklerinden, lezzetinden doyuncaya kadar. Buyurun merhamet. Evet. Birazdan sonra gene programımız olacak. Evet. Tabii. Şiir okuyayım, şiir.